Birinchi, uchay yo'lini ravonlashtirib qavziyatni davolaydi. Nurg'un kishilar xongshu iste'mol qilishning qavziyatni pasaytishdagi eng unumli talash ekanligini biladi. Xongshuning tarkibida mo'l yemaklik talasi bo'lib, to'yish tuyg'usini oshirib qolmasdan yana oshqozon uchayning lo'mildishini ilgari surib, taratni ravonlashtirish rolini o'ynaydi. Shuning bilan bir vaqtda yemaklik talasimi uchaydagi ziyonli moddalarni so'mirib, uni tarat orqali chiqarib tashlashga qulaylik yaratadi. Yana foydali bakteriyaning ko'payishini energiya va oziqlik bilan ta'minlab, uchay yo'lining mikroekologiyalik muhitini yaxshilaydi. Ikkinchi, oq postli xongshu o'pkani siliqlaydi. Qizil postli xongshu qon to'liqlaydi. Oq postli xongshu bilan qizil postli xongshuning unumi o'xshash bo'lmaydi. Oq postli xongshu o'pkani quvvatlaydi. Terisi yirik, qo'rg'oq kishilar oq postli xongshu yeb berisi bo'ladi. Qizil postli xongshuning badanni quvvatlab qon to'liqlash roli bor. Uning rolini chilan bilan tang o'ringa qo'yishga bo'ladi. Chilandek undaq oson ho'l issiq paydo qilmaydi. Chiroyi totirib ketgan qizlar uzun muddat qizil postli xongshu yeb bersa, chiroy rangi yaxshilanadi. Xongshu tal va oshqozonni sog'lomlashtiradi. Kichik bolalarning tal va oshqozoni yumron bo'lg'achqa xongshu yeb berisi bo'ladi. Üçüncü, sariq so'sin rangli xongshu talni quvvatlab börak manfiyligini kuchaytiradi. Doim sariq rangli xongshu yeb bersa, talni oziqlantirishga yordam bo'ladi. So'sin rangli xongshu börak manfiyligini quvvatlash roliga ega bo'lib, doim beli tilib og'riydigan, beshi qayib, quliqi g'o'ng'ildaydigan, uyqusi oz, untig'oq, og'zi qurib, geli og'riydigan og'riqlarga mos keladi. Xongshuni haddidan ziyoda ko'p yemaslik kerak. Xongshuni ko'p yesa, osonlik qursoq ko'pidi. Nurg'un kishi xongshuni taratni ravonlashtiradi, ko'p yesa salomatlikka foydali deb qaraydi. Ammo xongshuni ko'p iste'mol qilganda uchay yo'lida zo'r miqdorda gaz paydo bo'ladi. Shunga odatda oson qursqi ko'padigan, ichti suradigan, kekiradigan kasallar xongshuni yemasligi kerak.